Mana shu bola ko'ryapsizlarmi? Ertadan beri o'sha tish uryapti. O'zi ko'rgani yo'q, bilgani yo'q. Shu bola uchun like bosib qo'yingizlar. Ha. Ha, ko'ryapsizlarmi? Ha. Ha, lisensimiz ham tayyor bo'lib qoldi, ko'rib turganlaringizda. Hozir armaturasini to'qiyapmiz, shular joyiga yetib qoldi. Ha. Bu yerda vipska chiqaryapti, ko'rib turganlaringizda. Tish armatura qo'yib, shu bolani ichi kuyib ketdi. Mana shu ukamiz uchun bitta like bosib qo'yingizlar, aka-ukalar. Ha, ko'ryapsizlarmi? Ha. Nursulton, ish payti bo'ldimi? Bir bo'ldi, ha? O'shani o'tirishinglar. Ey, malades. Ana. Hammasi bitta birgada. Ha, balla ishga chiqyapti. Ha, bitta qilib bo'ldi, danda oldi. Chiqam. Ha, ballar ishga chiqyapti. Abitdan keyin abitchi qilib bo'lib, mana lisens olamiz, aka-ukalarimiz. Bizning ishlarimizdan ozgina video syomkalarimiz. Ko'rib turganlaringizda. Bacha ish qaytyapti, bacha. Cho'tkimi? Chotki bu. Ha. Ballar hammasi ishda. Pulni qilish kerak, vatanga qaytish kerak-da. Oh! Ana bu ham bitta usta mana. Mana aka. Nima qilish kerak? Mana shunga 3 razmer to'g'ri kelar. 3 Ha. Давай. Nariyog'ini sal fanir taydan tishamiz. Aha. Razmerga to'g'ri kelar. Tamam. Mana shu ikkalamiz, mana shu lisensani qilyapmiz, mana ko'rib turganlaringizda. Bu yerdan chiqib keladi. Plashatka, bu yerdan ham chiqib keladi. Mana bu yerdan chiqib keladi. Bu yerdan plashatka, keyin bu yoqdan dalish chiqib keladi. Etajga ko'tarilib ketadi. Mana ko'rib turganlaringizda. Mana. Yo, bismillah. Mana ballar abitga chiqib, abitdan chiqib, ishga chiqib. Pikirtamiz tayyor bo'ldi. Xo'lasa, ertadan betonni ham quyib olamiz. Aka-ukalarimiz, agar ma'lum kelmasa, aka-ukalarimiz uchun bitta like bosib, ya'ni podpisiya qilishlaringizni iltimos qilamiz. Issiq pagoda, ha? Pagoda juda issiq. Necha grad? 35 gradus bo'lyapti. 28 gradus issiq bo'lyapti. Tojikistonda aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringiz, bachalar ishga chiqib, ishlamayman deyapti. Ha, bitta suv bilan chiqib kelyapti aka-ukalarimiz, ana. Suv bilan. Besuv qiyin, hayot yo'q. Issiq, ha. Bittasi baylab yotibdi mana. Suvga ham qaramaydi, pagodaga ham qaramaydi. Mana shu bachamiz juda ishbilarmonda. Ana, baylab yotibdi ana. Ana. Ichimizda eng zo'r baylaydigan mana shu bachamiz, mana shu o'g'aynimiz mana. Ko'ryapsizlar? Ha. Safimizga qo'shilamanki, aka-ukalarimizni biz taklif qilib yuramiz, aka-ukalarimiz mana. Kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz, ismlaringizni, telefon nomeringizni biz obязательно telefon qilamiz. Mana. Kaska kiyinglar, kaska. Bekaska 3 taraf ballar. Kaska kiyib ishlangan. Ana endi aka-ukalarimiz o'zimiz ishi davom etamiz. Mana shu lisensani tuzatishimiz kerak. Xudo xohlasa mana bu yoqdan biz armaturani to'qib kelyapmiz mana. Chiqib kelganda shunday, mana shu to'qish kerak.